O'zim haqimda Toshkentlikman. Yoshim 71da. Bolalarim bor, Xudoga shukr. Kelinlarim, nevaralarim. Shu yoshimda ham o'qishni xohlab qoldim. Shu Rasman qanaqa javob 71 yoshda? 71 yoshimda yaxshi qabul qilyapman. Gaplashishi, muloqot qilishi. Mana Arabistonda biz arablar bilan qanaqa gaplashish, nima qilishlarini, borib keldik gaplarni o'rgandik. O'rganyapmiz bu yoqiga ham. Qur'on arabiya o'zi asosan grammatikalarni o'rgatar ekan, so'zlashuvlarni hammasi yaxshi, chiroyli, qoniqarli. Biz uchun dars berayotgan ustozalar ham juda ham yaxshi tushuntirib, yetkazib olib borishyapti. Qabul qilishlarimiz yaxshi. Ustozlarimiz o'zi arab millatidan yaxshi, o'qish jarayonlari ham juda chiroyli olib boryaptilar, yetkazib olib boradilar. Biz o'zbeklar bo'lganimiz uchun ham tushunishimizni juda oson yo'llarni tanlab o'rgatyaptilar. Kursdoshlarimdan Qoraqalpoqdan kelganlar bor, Turkmanistondan kelganlar bor, Turkiyadan kelganlar bor. Ko'p millatli xalq bizni hammasidan bor. Asosan bizning O'zbekistondan 12 ta viloyatdan bor, hamma anaqadan kelishgan. Yaxshi. 12 yoshdan to 70-80 yosh tanlamaydigan yoshda bizni. Eng kattasi menman shakar. Darslardan qiynalmayapman, yaxshi olib boryapman. Darslardan qoldirmayman. Bitta darsdan qoldirsangiz, keyingisini o'rganishingiz qiyinroq bo'lib qoladi. Shuning uchun darsdan qoldirish kerak emas. Makka shahrida o'rganishi afzalliklari makkaliklarni o'zini arabiy tilida shu harflarni chiroyli chiqarib, chiroyli o'rganish anaqasi yoqdi bizga. O'zimizdan ko'ra bitta yumshoqroq tajvidlar bilan chiqarilyapti harflarni. Iqro arabiyadan borgan sayohatlarimizda, ziyoratlarimizda juda ham ko'p, juda ta'sirotli. Bu yerdagi sayohatga olib borgan gidlarimizni ham chiroyli tushuntirib, hammasini yetkazib berishyapti. Borgan joylarimiz juda ko'p. Kechagida yaqinda Hiro tog'iga bordik. U yerda ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam birinchi Hiro g'orida vahiy kelgan joylarini ko'rdik. Shu bilan Toif shahriga bordik. Bu gullar shahri ekan. Gullar shahrida juda chiroyli, juda ko'p gullar o'stirilar ekan. O'sha yerda eng chiroyli hidli mushkambarlar, atirlar, sovunlar, shampunlar chiqaradigan joy ekan. Zavodiga bordik. Bu zavodda ishlash jarayonlarini ko'rdik. Ishlash jarayonlari juda chiroyli hayot ekan. Kabob po'shlaga ham sepiladigan hidlar o'sha yerdan asosan olinar ekan. Bu yerda ko'rmagan narsalardan yangiliklar juda ham ko'p, bu yerda taassurotlar juda ham ko'p. Uni ulgurib ham bo'lmaymiz. Boshida kelishimdan oldin men bu o'qish jarayoniga 1 yildan beri harakatda edim. Xavotir olardim, xavfsirardim. Qanaqa ekan, nima ekan deb juda anaqada bo'lardim. Juda ham yaxshi, hech kim xavotirga tushmasligi kerak ekan. O'qish jarayonlari juda yaxshi, ma'qul. O'qish tavsiya qilishim, shu o'zimizning yurtdoshlarimizni bemalol kelib, qo'rqmasdan o'qib, umri sayohat ziyoratlarini bemalol ado etishlari mumkin. Hech qanaqa xavf-xatar yo'q ekan. O'quv markazini ochgan Tohir Murodovga, ularning komandalari, adminlariga, Otabekga, ayniqsa Nurmuhammadga mendan rahmat. Bizani shunchalik shu yerda chiroyli olib yuribdi, odob, axloq masalasida ham boshqalarga namunali darajada bizani sayohatlarga, ziyoratlarga olib yuribdilar.